Hamma programmamiz ochiq. Bu ipoteka kredit, avtokredit, birlamchi, ikkilamchi kelgan. Yangi tariflarimizda mening mahallam bilan mahalla biznesga birinchi qadam bu tarifdagi kreditlarimiz bor. Bu o'zimizga turgan mahallaga maqsadli asosida beradi, plastik uchun beramiz. Ya'ni summasi 17 million so'm. 50 million so'mlik ham bor kafil asosida. Bundan tashqari ijtimoiy kreditlarimiz bor. 18% dan 33 million so'mgacha. Bu haliga o'zini bankiga, o'ziga daromad topish istagan fuqarolarimiz uchun kiritilgan. Kreditni yo'nalishlari qoramolchilik, parrandachilik, o'sha chorvachilik, yilqichilik ham bor, baliqchilik, asalarichilik, hamma yo'nalishda bor o'qituvchimizda. Bu yo'nalishlar. Foizi oz miqdorda 6 oydan 2 yilgacha imtiyozli davrimiz bor. 30 million so'mgacha belgilangan. Plastik tartibi qanaqa plastik qilish bo'yicha qanaqa plastik bo'lamiz? Bizning plastik turlarimiz Humo plastik kartadan boshlab Mastercard plastik kartamizgacha hamma plastik turlari bor. Visa kartamiz, Uzkart, pensionerlar uchun, bola-chaqa uchun kids kartalarimiz bor. Bundan tashqari valyuta chet davlatlardan pul chiqarish, pul tushirish bo'yicha Visa kod kartalarimiz bor. Bu kartalarimizdan bemalol foydalansa bo'ladi. Ana plastik dollar bo'lsa, chetga dollar uchun plastik narxi qancha? Qanaqa holatda? Visa kod kartamiz hozir 45 ming so'm. Visa kod kartamiz qulayroq. Dunyoning barcha mamlakatlarida ishlaydi. Yonda olib yurishga oson, O'zbekiston hududida ham ishlataverasiz. Dunyoning boshqa mamlakatlarida ham ishlataverasiz. Valyutada dollar hisobida ishlaysiz. Hozir 10 to'ylik kredit olmoqchi bo'lsam, plastikga tushirgan bo'lsa, unga kam kerakmi? Buni sug'urta asosida chiqarib kiritdimiz. Maqsadli Uzkart plastik karta ochib, o'shani tushirib beramiz mana bu. Kreditga mijoz nomida karta ochib, o'shani tushirib beramiz. O'zi savol yo'q, rahmat. Shuncha hammamiz tushunib oldik.